Bugün qaysı gün? Qarindişim sorab baxsam. Bugün qaysı gün? Bugün 7-ci ayının 5-ci günü. Yekşənbə. Aram eliş. Dünyanın hər qaysı yerlərdə insanlar ballar bilan istirahat qılıb atqan gün. Bunun 11 yıl ilgari vətənimiz Şərq Türkistanның Ürümçi şəhrində o'quvchilarningki tinch namoyishi Xitoy mustamlikchilari tarafidan qonliq bostirilgan. Minglagan, 10 minglagan o'g'il qizlarimiz o'zlarining issiq qonlari, aziz jonlari badaliga mustamlikchi Xitoyning bizning dushmanimiz ekanligini isbotlab bergan kun. Shundaqla zalim Xitoy bilan zulmga bosh egmas millat Uyg'urning chek chegarasi ayrilgan kun. Qarindishim, bugün qandaq gün? Milyonlagan Uyg'ur Xitoy mustamliksidagi vatanimiz Sharq Turkistonda jazo lageriga qamalgan. Ularning ba'zilarining ichki a'zolari sug'urib ilinib setilayotgan. Ba'zilarining chochlaridan har xil yolg'on choch buyumlari yasalib dunyoning har qaysi joylariga eksport qilinayotgan. Hatta ba'zilarining issiq jonlari ilinib qatl qilinayotgan kun. Qarindishim, bugün qandaq gün? Bugün milyonlagan Uyg'ur oilalari xonavayron qilinayotgan. Balalar ota-onalaridan, ayollar bir-biridan ayrilib, cho'nglar yig'ilish lagerlariga, balalar kichik farishta nomidagi balalar lagerlariga so'langan. Ana shu balalarimiz majburiy xitoylashtirilgan kun. Hattoki onasidan tug'ilmagan homila ana qo'rsqida o'ldirilgan kun. Qarindoshlar, bugün qandaq gün? Bugün Uyg'ur o'z vatanida sargardon bo'lgan, uy makonsiz qilayotgan, osmonni yepincha, yana silinch qilib kun o'tkazayotgan kun. Bugün Uyg'ur o'z vatanida qulluqqa tutilayotgan, vatandan Xitoyga yo'tkilib qulluqqa silinayotgan kun. Qarindishim, bugün qandaq gün? Bugün Uyg'ur xotin qizlari Xitoylarga majburiy yotliq qilinayotgan. Bu orqali Xitoylarning bosqinchiligiga tutib berilayotgan kun. Bugün Uyg'urning iffati dafsan qilinayotgan, shon sharafi, izzati, hurmati oyoq osti qilinayotgan kun. Bugün qandaq gün? Bugün Uyg'urning tili, yeziqi, madaniyati, san'ati, Uyg'urlikni bildiradigan barcha narsasi tajovuzchilar tarafidan vayron qilinayotgan, yo'q qilinayotgan, Uyg'urlik yer yuzidan supurib tashlanayotgan kun. Bugün qandaq gün? Mustamlikadagi vatanimiz Sharq Turkistonda dinimiz islom raqqa o'xshatilib, qalblardan o'chirilayotgan, muqaddas kitobimiz Qur'on ko'ydirilayotgan, Allohning uyi bo'lgan masjidlar kumpay-kum qilinayotgan, sharafxonlarga, cho'chqa qo'tallarga aylantirilayotgan kun. Bugün hamd sana Allohga emas, kompartiyaga, rukular Rabbimizga emas, kommunist bayroqlarga qilinayotgan kun. Bugün qandaq gün? Bugün Uyg'ur davlatlar ara kozur qilinib setilayotgan, manfaatlar uchun insoniylik oyoq osti qilinayotgan, demokratiya, kishilik huquq Uyg'ur uchun aqmayotgan, insoniylik aqchilar uchun o'rin bo'shatayotgan kun. Bugün Uyg'ur diniy qarindoshlari, qon qarindoshlari tarafidan, shundaqla dunyo tarafidan tashlanayotgan kun. Bugün shundaq kunki, Uyg'ur vatansizlik dardida vatanning qadrini oxiri to'nib yetgan, Sharq Turkiston deyishdan tillari tutilgan, ay yulduzliq ko'k bayroqni tutishdan qo'llari qurib ketgan Uyg'urlar bugün ah vatan deb tili chiqqan, ah bayrog'im deb yiqilgan kundir. Bugün shundaq kunki, her Uyg'ur vatani uchun jinini fido qilish tayyor bo'lgan, yuraklari borliqim vatan, yoshliqim vatan,
Bayliqim vatan, şadliqim vatan deb soqib atgan kun. Bugün şundaq kunki Uyghur atalar izini tepip bu işlardan mingib vatanning hürligi, vatanning mustaqilligi, mustaqil Sharq Turkiston uchun har bir Uyghur o'rnidan dast turgan kundir. Rahmat.